Vazirlar Mahkamasi 408 son qaroriga ko'ra, haydovchilarni tayyorlash yoki qayta tayyorlash kurslari bo'yicha savollar ko'p kelib tushgan. Ya'ni S hamda SY toifalar bo'yicha. S toifani qo'lga kirish uchun sizda B kategoriya bo'lsa bo'ldi, S ga to'g'ridan-to'g'ri o'qisangiz bo'ladi. Lekin SY toifasini olmoqchi bo'lsangiz, S toifasida o'qib bitirganingizdan keyin yoshingiz 21 dan baland bo'lishi kerak hamda sizda S toifasi bo'yicha 1 yildan kam bo'lmagan ish stajiga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak. SY toifasini qo'lga kiritishimiz ikkita usuli bor. Ya'ni birinchisi 10 yillik to'liq uzluksiz haydovchi lavozimida biron bir korxonada ish stajiga ega bo'lishimiz kerak. 10 yillik ish stajiga ega bo'lsangiz, siz shahar MRUsiga borib, ya'ni GAIRga boramiz. Bunda bizga yo'llanma berishadi. Yo'llanma imtihon markaziga berishadi. Bunda imtihon markaziga borganimizda 10 yillik staj bilan borsangiz, ham nazariy, ham amaliy imtihon topshirasiz. Endi ikkinchi yo'lga o'tamiz. Bunda avtomaktablarda qayta tayyorlov kurslarini bitirgan bo'lsak, ya'ni SY toifasi bo'yicha o'qib avtomaktabni bitirgan bo'lsak, bunda biz imtihon markaziga borganimizda to'g'ridan-to'g'ri amaliy imtihonni o'zini topshiramiz, xolos. SY toifasi bo'yicha o'qish istagingiz bo'lsa, Vatanparvar tashkilot Olmaliq bo'limiga murojaat qiling yoki pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.